İcara so'rab yurgan obunachimizning Urganch shahrida 4 qavatli binomiz 3-qavatdan ajoyib xonamiz alohida 3 xona kvartam ijarasi. Lokatsiyani to'g'rimiz obunachilarimiz vokzal, avtoshoh bekat, bu tomonidagina turk kompleksi yangilik ochilgan. Bu tomonda qo'la zavodga yetadim. Yo'limiz shu yerda shahar elektrozga yetadim. Yo'l shu tomonda joylashgan ekan. O'zini parkovkasi bolalarning gaplari bor. Seçallarına to'liq tushuntirib o'tsak obunachilarimiz. Yine obunachilarimiz xonadonimiz podizdan görüşeyim bugün. 3 xonadondan yakında satıb aldı indi. Mülk egasi ijara verecek. Bunlar uzun koridor. Benim sizə rakaliyamız joylashgan ekan, kafe bo'lgan. Devorlarimiz, aboy patologlarimiz natijli avtomatlarga joylashgan ekan. Oshxonamiz 2 ta sifoniy joylashgan. Oila akkuratli insonni qo'yamiz ijara. Berimizdə Xaladinsk Ors firma, LG firmanı turizmlari ve Artel firmanı ve de kirmaşın 6 kişilik moyka, gaz plitemiz, viteshkamiz, yani hava tozalovchi. Bu yerda dok konteyner kotelimiz üzerine yaxshi mahsulot aerofirini gaz hisoblayishlarni şöyle darishgan. Elektronik laminat pol ishlarimiz alamızda eshiklarda. Enerji izolamiz obunachilar. Endi bu katta xonasi balkona ega, bu yerda yana matraslar tashab, spalni, berimizda vagonchik shkafimiz joylashgan ekan. Xullas, Wi-Fi ishlab turibdi hozirgi kunda. Endi bu jajji bolajonlar xonasi bo'ladi. Oynalamiz решетка bo'lgan. O'shamikina obunachilar. Benimle ajoyibidan notujunatilgan ekan. Sanuzellarimiz ahamiyat berdik. Yine sanuzellarimiz vannamiz boyuna unitazimiz, rakonamiz, aristonimiz bor ekan. Wi-Fi berdi. Endi chiroq kitob javonasi o'tirgan. Endi oxirgi xonamiz bu mehmonxonamiz edi. Mehmonxonasi ham keng tushgan, televizorlarimiz, konditsionerimiz bor. Agar kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaveringizlar, kelishtirgan holda ijara qo'yamiz. Lokatsiya Manej obunachilar, shahar elektroset. Esa 99 074 46 41 91 425 06 lokatsiya. Shuning kvartal ijara beramiz, sotaman desa, bemalol satib ber, ijara qo'yib berish. Har doim xizmatlarimiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.